do'stlar, markaziy jang. Hotamboynazarov g'alabali seriya davom etadi. Navbatdagi jangi esa albatta okean ortida, Amerika Qo'shma Shtatlarida, UFC'da bo'lishini istardik. Bunga u juda ham yaqin. Mana Nurullo Mirzayev, Feruz Usmonov. Markaziy jang g'olibi, победитель главного boya вечера. O'zbekiston Andijon Hotabek Boynazarov. Rasmiy e'lonni ham eshitib oldik. Hotabek Boynazarov asosiy jang g'olibi. Mana raqib murabbiylariga o'z minnatdorchiligini bildiryapti. Hotam Boynazarov. Mana undan eshitamiz. Hotabek Boynazarov. Jang zo'r o'tdi. Hissiyotlaringiz. Assalomu alaykum O'zbekiston. Alhamdulillah. Allohga hamdlar bo'lsin. Robbim shunaqa chiroyli g'alabalar bergandan Allohga hamdlar bo'lsin. Alhamdulillah. Birinchi o'rinda sportga sharoit yaratib bergan muhtaram prezidentimizga rahmat. Otajon, onajon, o'g'lingiz har doimgidek mana yutdi. Bu hammasi sizlar duoinglar bilan. Alhamdulillah, Xudolarga shukr. Ligani tashkil qilgan Jasur aka. Jasur akaga rahmat. O'zbekistonning shunaqa chiroyli ligani tashkil qilganing uchun. Xudo xolasa bu ligani UFC o'rniga olib chiqamiz inshaalloh. Rahmat hammaga. Mana Andijon viloyat hokimimiz Shuhratbek Qo'shaqboyevich yana o'g'lingiz mana g'alaba qozondi. Hotabek Boynazarov. Demak, do'stlar, Mangu ligasining ilk turniri ajoyib tarzda o'tdi. To'g'rimi do'stlar? Bir-biridan qiziqarli janglar, bir-biridan shiddatli o'tgan qarama-qarshiliklar va yakun chiroyli bo'ldi. Yakun dar haqiqat barchaga manzur bo'ldi. Albatta,